Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi ko'hnamizni ham o'z egalariga topshirib berdik. Bu ishimizni Qo'rg'on-tepaga qo'yib berganmiz. Hop, razmerlarga keladigan bo'lsak, uzunasiga 5 metr, balandligi 260 sm bo'lgan. Materiallarga keladigan bo'lsak, materiallari Kashtan firmani akrili. Cappuccinoga kremni kombinatsiya qilib ishlab berganmiz. Bir chekkadan ketadigan bo'lsa, bu yerda mana Aristonga shkaf qilib, chiroyli qilib o'rab berib ketilingan. Mexanizmlari hammasi vakuum bo'lgan. Bu yerda mana mo'kamizni joylashtirganmiz. Musor paqirlari. Bu yerda mana tortmalari, qoshiq, vilka solgani. Taylari ham laminat qilib ishlangan. Mexanizm uniki hammasi. Dimovatlarigacha ulab berganmiz, chiroyli qilib. Bu yerda gaz, duxovka. Bu yerda ham mana qoshiq solgani ishlab ketilingan. Bu chekamizga keladigan bo'lsa, bu chekamizda mana halnendi ustidan chiroyli qilib shkaf qilib ketilingan. Antresollariga ham bitta alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka, usturovka xizmatlari bor.